Bozor darvozasi yonidan o'tib ketayotib, bir voqeaning guvohi bo'ldim. U yerda turgan yengil mashinalar yoniga 50 yoshlar chamasidagi bir kishi va yoshgina yigit yaqinlashib kelar, ularning ortidan rang-bar ozg'ingina bir yigit arava sudrab kelar edi. U mashina yoniga yaqinlashib kapotni ochdi va arava ichidagi meva-sabzavotlarni joylashtira boshladi. Shu payt g'aroyib hodisa ro'y berdi. U mashina kapotiga boshini urib oldi va boshiga bostirib kiyib olgan shapkasi tushib ketib, qop-qora uzun sochlari yelkasi uzra yoyilib ketdi. U qiz bola edi. Mashina egalari ham, boshqalar ham hayratdan lol qolishdi. Qiz esa uyatda nima qilishni bilmas, hiqillab yig'lay boshladi. Mashina egasi olijanob inson ekan. "Qizim, nega bunday qilding? Qiz bola ekansan. Bu ish senga og'irlik qilmaydimi?" dedi ta'jub bilan. "Onam og'ir kasal, dadam esa pul topsa tinimsiz ishadilar. Onam kasal, dori darmonga pul kerak" dedi qizaloq yer chizib. "Xafa bo'lma qizim. Mana bu pulni ol-da, onangga kerakli dori darmonlarni olib borib ber. Bundan keyin bu ishni qilma. Mana bu mening tashrif qog'ozim. Mana shu ofisga bor. Men seni ishga joylab qo'yaman" dedi haligi kishi va cho'ntagidan qog'ozcha chiqarib qizga uzatdi. Keyin olgan meva-chevalardan oz-ozdan olib, yelim xaltachaga soldi-da, "Bularni onangga olib bor" deb qizning qo'liga tutqazdi va mashinasiga o'tirib jo'nab ketdi. Tirikchilik deb shu kuyga tushgan qizaloqqa judayam achindim. Uning otasiga insof tiladim. Mashina egasi, saxovatli insonga esa chin dildan rahmatlar aytdim.